Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Anal haq atrofidagi bahslar. Mansur Hallojning aytgan gapi uchun kofirlikda ayblaganlardan biri Ibn Taymiya bo'lib, bu haqida u quyidagilarni yozgan. Kimki Hallojning e'tiqod qilib gapirgan so'ziga e'tiqod qilsa, musulmonlar ittifoqi bilan kofir va murtad bo'ladi. Chunki musulmonlar Mansur Hallojni kufr lafzlari gapirgani uchun qatl qilganlar. Qozi Iyozning bu haqida shunday degani rivoyat qilingan. Muqtadirning rahbarligi davrida Molikiylardan bo'lgan Bag'dod fuqaholari Hallojning ilohiyotni da'vo qilib, anal haq degani va boshqa buzuq gaplarni aytgani uchun shariatning zohiriga amal qilganiga qaramasdan uni qatl etilishiga va osilishiga ijmo qilganlar. Ba'zi tasavvuf ahllari esa Mansur Hallojning anal haqini madh etganlar. Bu haqida Ahmad Yassaviyning Devoni Hikmat asarida quyidagicha bayon qilingan. Ayo oshiq, dardu holat paydo qilg'il. Mansur sifat anal haq deb g'avg'o qilg'il. Dunyo qo'yib oxiratni savdo qilg'il. Savdo qilgan haq didorin ko'rar bo'lg'ay. Muhaqqiq ulamolar esa bu so'zning turli ta'villarini bayon qilganlar. Ibn Hajar Haytami Fataval Hadisiyya kitobida quyidagilarni yozgan. Mansur Hallojning anal haq degan so'zi haqida quyidagilarni aytamiz. Orif zotlarda shunday vaqtlar bo'ladiki, bu vaqtlarda ularda Haq taologa bo'lgan muhabbat shavqi g'olib bo'ladi. Agar ularda mazkur shavq holati komil darajaga yetsa, barcha narsalarni hatto o'zlarini ham unutadilar. Qalblari tamomila Haq taologa bog'langanidan boshqa biror narsani his qila olmay qoladilar. Ana shu vaqtda gapirgan so'zlari o'sha ulug'vor holatning tiliga ko'ra so'zlangan bo'ladi. Bu holatga quyidagi hadisi qudsiyda ishora bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Alloh taolo kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, unga urush e'lon qilaman. Bandam uning zimmasiga farz qilganimdan boshqa men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan farzlarni bajarganidek menga suyukli bo'la olmaydi. Bandam nafil ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'lib boraveradi. Hatto uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar uni yaxshi ko'rib qolsam, uning eshitadigan qulog'i bo'laman, ko'radigan ko'zi bo'laman, tutadigan qo'li bo'laman, yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan biror narsa so'rasa, albatta unga ato qilaman. Agar mendan biror narsadan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman deb aytdi dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Shunga ko'ra valilar Haq taologa xos narsani haqiqatan emas, balki xayolan o'zlariga isbot qiladilar. Ularning bu gaplari aslo Alloh bilan birlashish ma'nosida emasdir. Chunki bu ma'no ayni kufr bo'ladi. Alloh ularni bu narsadan saqlagandir. Shuning uchun anal haq so'zini aytuvchisining holatiga ko'ra ikki xil ma'no tushunish mumkin. Birinchisi, agar anal haqni xushyor holatda aytgan bo'lsa, haqning yodi qalbimni batamom egalladi. Go'yo men haq yodidan iborat bo'lib qoldim ma'nosida bo'ladi. Ikkinchisi, agar anal haqni o'zini bilmay qolgan holatda aytgan bo'lsa, bu shatahot, ya'ni haq zikriga batamom g'arq bo'lib o'zini unutishlardan bo'lib, ixtiyor bilan aytilmagani sababli bunga biror hukm berilmaydi. Hujjatul Islom Imom G'azzoliy anal haqni quyidagicha tushuntirgan. Anal haq degan kishi noto'g'ri gapirgan bo'ladi. Ammo bu so'zning ikki ta'vili bo'lib, ularning har biri bilan bu so'zni to'g'ri deyish mumkin. Birinchisi,
uzoq ta'vil, ikkinchisi yaqin ta'vil. Uzoq ta'vilda anal haq, men haqmanni, ana bil haq, men haq sababidan borman ma'nosiga ta'vil qilinadi. Ushbu ta'vilning uzoqligi shundaki, bu lafzdan xabar tushunilmaydi. Chunki bu faqat aytuvchining o'ziga xos xabar emas, balki butun olam Haq taolo sababli bor bo'lgani xabar berishga hojat bo'lmagan haqiqatdir. Yaqin ta'vilda anal haq, men haqmanni, ana mustag'riqun bil haq, men batamom haq bilan band bo'ldim ma'nosiga ta'vil qilinadi. Ya'ni bundan menda haqdan o'zgaga mutlaqo o'rin qolmadi ma'nosi tushuniladi. Iqtibos tugadi. Imom Qushayriydan Mansur Hallojning anal haq degan so'zi haqida bunday degani naql qilingan. Agar u anal haq, men Allohman demagan bo'lsa, uni kechirish mumkin. Chunki Alloh ismi bandaning qalbi unga bog'lanadigan ismdir. Xulqlanadigan ism emas. Alloh taoloning ushbu ismidan boshqa barcha ismlari bilan banda xulqlanishi mumkin. Iqtibos tugadi. Jaloliddin Rumiy anal haq haqida shunday degan: agar sen o'z borlig'ingdan fano bo'lsang, doimo Alloh taolo bilan birga bo'lasan. Bu sen uning zotiga aylanasan degani emas, balki olov sababli qip-qizil cho'g'ga aylangan temir singari bo'lasan deganidir. Farazan, qip-qizil cho'g'ga aylangan temirning men olovman deyishi joiz bo'ladi-ku. Xuddi shuningdek, haq yo'lida foniy bo'lgan kishi ham anal haq degan so'zni aytishi mumkin bo'ladi. Marhum ustoz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh tasavvuf haqida tasavvur nomli asarlarida bu haqida quyidagilarni yozganlar. Tasavvuf haqida biroz bo'lsa ham xabardor bo'lgan kishi shatahot so'zini faqat tasavvufda ishlatilishini va u sufiylarni o'zlarini yo'qotib qo'yganda aytadigan, tushunib bo'lmaydigan, sirtdan qaraganda ayib, ta'vil qilganda ma'no kasb etadigan so'zlari ekanini biladi. Shatahot sufiyning og'zidan oddiy holatda emas, balki jazb va qattiq ta'sirlanish oqibatida chiqadi. Zikr ila Alloh taologa yetishib qolgan sufiy o'zini yo'qotib qo'yib, nima deyayotganini bilmay qoladi. Sufiylarning shatahotga yo'l qo'yganlarini ikki xil bo'lganini ta'kidlashimiz lozim. Birinchisi, zikr holiga g'arq bo'lib, o'zini bilmay qolganda shatahotga qo'yib, hushyor holga qaytganda o'zini oqlov so'zlarini aytganlar. Ikkinchisi, hushyor holatda ham, shatahotda ham davom etaverganlar. Birinchi toifa ma'zur topilgan. Bunga Al-Hasriydan naql qilingan quyidagi iqtibos dalil bo'la oladi. Junayd tamakkulli, o'ziga mustahkam odam edi. Uning o'zidan ketishi yo'q edi. Amr va nahiyni ulug'lar edi. U yo'lni aslidan olgan edi. Shuning uchun ham u barcha toifalarga maqbul bo'lgani ajablanarli emas. Ikkinchi toifa nomaqbul topilgan. Bu toifaning eng mashhur arboblaridan biri Mansur Hallojdir. U o'zining mashhur shatahotini aytganda hushyor holida undan qaytish talab qilingan, ammo Halloj hushyor holida ham gapidan qaytmagan. Shu tarzda 9 yil o'tgan. O'shanda ham aytganidan qaytmaganidan keyingina Halloj qatl qilingan. Ibn Shurayhdan Mansur Halloj haqida so'raganlarga shunday deb javob bergan: u holati maxfiy bo'lgan kishidir. Men u haqida biror narsa demayman. Ushbu xabarlardan kelib chiqib, Mansur Hallojning anal haqqi haqida bahs yurituvchilarni 3 guruhga ajratish mumkin. Birinchisi, zohiriga ko'ra hukm chiqaradiganlar, ikkinchisi, ta'vil qiladiganlar, uchinchisi, sukut qiladiganlar. Zohiriga ko'ra hukm chiqaradiganlarning xulosalari quyidagicha. Mansur Hallojning
Anal haq degan so'zi Alloh mening qalbimga tushdi yoki men Alloh bilan birlashib ketdim degan ma'noni ifodalagani uchun kufr hisoblanadi. Bu gapni aytgan musulmon murtadga aylanadi. Shunga ko'ra, Mansur Hallojning murtadligiga fatvo bergan ulamolar shariatning zohiriga ko'ra to'g'ri hukm chiqargan hisoblanadilar. Ta'vil qiladiganlarning xulosalari quyidagicha. Mansur Hallojning anal haq degan so'zini Alloh mening qalbimga tushdi yoki men Alloh bilan birlashib ketdim ma'nosida tushunish aslo mumkin emas. Chunki bunday buzuq e'tiqodni zamondoshlari orasida ilmi va amali bilan tanilgan zotlar u yoqda tursin, aqli raso bo'lgan oddiy avom musulmonga nisbat berish ham tasavvurga sig'maydi. Faqat johil sufiylargina uning gapini noto'g'ri talqin qilgan bo'lishlari mumkin xolos. Agar Mansur Halloj ilm va amalda sobit qadamlik bilan tanilmaganida, anal haq degani uchun murtadligiga bil ittifoq hukm qilinmasmidi? Ushbu mulohazalarga ko'ra, Mansur Hallojning mazkur gapini menda haqdan o'zgaga mutlaqo o'rin qolmadi ma'nosida tushunish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Sukut qiladiganlarning xulosalari quyidagicha. Mansur Hallojning anal haq degan so'zi zohiran kufrga ham, ta'vil qilinsa to'g'ri ma'noga ham dalolat qiladi. Ahli qibladan biror kishini ham, modomiki gapini haqqa ham, botilga ham ta'vil qilish imkoni bo'lsa, kofirga chiqarishga oshiqmaslik kerak. Ana shu e'tibordan Mansur Halloj holati maxfiy kishidir. Holati maxfiy bo'lgan kishi haqida biror tarafga hukm chiqarmaslik, balki oqibatini Allohga havola qilib sukut qilish eng afzal yo'l hisoblanadi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.